Agar menga sog'liqni tiklashni qaysi tizimdan boshlash kerak deb savol bersa, hech ikkilamay oshqozon ichak tizimidan deb javob beraman. Nega deb o'ylaysizmi? Chunki metabolizm, vazn, vitamin yetishmovchiligi, soch to'kilishi, teri muammolari, kayfiyat, hatto bo'g'im va umurtqa og'riqlari hammasi aynan shu tizimdan boshlanadi. Biz nima yeyapmiz? Bu muhim, lekin organizm uni o'zlashtira olayaptimi yoki yo'qmi? Mana shu hal qiluvchi omil. Ovqat oshqozonda maydalanadi, keyin 12 barmoq ichakka o'tadi. U yerda o't va oshqozon osti bez ishlaydi. Agar shu jarayonda nosozlik bo'lsa, kalsiy ham, temir ham, vitaminlar ham ichak devoridan o'ta olmaydi. Natija nima bo'ladi? Siz to'g'ri ovqatlanyapman deb o'ylaysiz, lekin organizm och qolyapti. Birinchi signallar juda oddiy. Doimiy charchoq, kuchsizlik, kayfiyat tushkunligi, ko'pchilik buni stress, yosh yoki ish bilan bog'laydi. Lekin ko'p holatda ildiz oshqozon ichak tizimida. Shuning uchun men doim aytaman, defitsitni tabletka bilan emas, tizimni tiklash bilan hal qilish kerak. Agar siz charchoqdan chiqolmayotgan bo'lsangiz, analizlar defitsitlar borligini ko'rsatayotgan bo'lsa, lekin sababini tushunmayotgan bo'lsangiz, demak oshqozon ichak tizimiga jiddiy e'tibor berish vaqti keldi. Men aynan shu uchun oshqozon ichak tizimini tiklash bo'yicha kurs tayyorlaganman. Bu yerda simptom bilan emas, ildizi bilan ishlaymiz. Batafsil ma'lumot va yanada foydali materiallar Telegram kanalimda.